Inson o'z hayoti tanasidagi eng qattiq og'riqlar. Inson tanasidagi og'riqni o'lchash birligi del deb ataladi. Birinchisi, farzandni dunyoga keltirish. Inson tanasi faqatgina 45 delgacha bardosh bera oladi. Farzand tug'ilishda esa ayol 57 delgacha og'riqni boshdan kechiradi. Bu esa bir vaqtning o'zida 20 ta suyak sinishiga teng. Ikkinchisi, o'z joniga qasd qilish shoki deb ataladigan klaster bosh og'rig'i. Bunda bosh va ko'zlardagi dahshatli o'tkir og'riqlardan chidolmasdan inson o'z joniga qasd qilishga tayyor bo'ladi. Uchinchisi, tish og'rig'i. Yallig'langan holatda vaqtida davolatmasa, qon tomirga tushib, hattoki insonni o'limgacha olib kelishi mumkin. To'rtinchisi, peritonit. Bu ham juda ham qattiq og'riq. Xuddi qorin bo'shlig'iga o'tkir pichoq bilan urishga o'xshagan og'riqdir. Bu holatda tezkor davolanish kerak. Bu ham aks holatda o'limga olib keladi. Beshinchisi, migren bosh og'riqlari. Bu holatda dorilar ham to'liq yordam bera olmaydi. Bu kasallik bilan aksariyat holati ayollar bilan uchraydi. Agar sizda xuddi shunday bosh og'rig'i kuzatilsa, albatta zudlik bilan nevrolog vrachga murojaat qiling.